Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yuqorida ko'rsatilgan Nabaviy masjidining atrofidagi sahobalar uylari degan kitobni ko'pchilik ko'rsating, ichini ham ko'ringlar, ma'lumotlarni tanishinglar deyishibdi. Qisqa qilib sizlarga tanishtirib beraman. Bu kitobni Madina yoki Makka shahriga kelganinglarda kitob do'konlaridan xarid qilsanglar bo'ladi. Hop, bu eslatma diniy kitob emas, islom tarixiga oid bo'lgan kitob sanaladi. Bunda tarixiy binolar, inshootlar joylashuvi ko'rsatilgan. Hop, hozir birinchi bo'lib Nabaviy masjidining atrofidagi tarixiy joylar bilan tanishamiz. Yaqin asrlardagi Madina shahrini ko'rib turibsizlar. Aynan mana bu joyni ko'pchilik biladi. Umra ziyoratiga kelganlar albatta ziyorat uchun kirishgan. Yashil gumbazning ostida Hujra-i Saodat joylashgan. Hujra-i Saodatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, Abu Bakr Siddiq va Umar ibn Hattoblar dafn etilishgan va mana bu salom eshigi. Erkaklar kirishadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga u yoqdan kirib, bu yoqdan salom berib chiqishadi. Hop, bu yoqdan chiqqandan keyin ko'p ziyoratchilar e'tibor bermaydigan joy, aynan mana shu joy, ko'rdinglarmi? Aynan shu joyda Abu Ayyub al-Ansoriyning uylari joylashgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga birinchi kelganlarida aynan shu joyda 6 oy davomida birga yashaydilar, mehmon bo'ladilar. Abu Ayyub al-Ansoriy o'sha sahobalarning, ansoriylarning eng baxtli va xursand odami bo'ladi. Sababi payg'ambar alayhisalom ana shu joyda birgalikda yashaganlar. Va mana bu yerni ko'rishingiz mumkin. Yaqin asrlardagi Madina shahri, hozirda mehmonxonalar qurilgan bu joyda. Ilgari rasmini ko'rsatib qo'yishgan. Hop, endi mana bu joyda Saqifa Banu Saida degan joy bor. Hozir men ikkinchi joyda ko'rsataman. Mana masjidni o'ng tomonida mana joylashgan. Saqifa Banu Saida. Aynan shu joyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot etganlaridan keyin birinchi Abu Bakr Siddiq musulmonlarni rahbari qilib, ya'ni xalifa qilib tayinlanadilar. Mana bu bog'da. Yaqin 2 yil orasida ham bor edi bu bog'. Hozir adashmasam buzib tashlashdi. Tekislik qilib tashlashdi. Atrof to'la mehmonxona bo'ldi. Mana bu masjidni ko'rib turgan bo'lsanglar, Nabaviy masjidini boya ko'rsatdim suratni. Mana ko'rib tursam, mana shu salomdan chiqqaninglarda aynan shu joyda joylashgan. O'sha taxminiy joy qilib ko'rsatilgan. Endi bu joyda amirlik, ya'ni rahbarlik berilgandan keyin ulardan keyin Umar ibn Hattob tayinlanadilar. Har bir amirlik, ya'ni xalifalik paytida rivojlanish bo'lgan. Umar ibn Hattob davrlarida nima bo'lgan desa, islom yuksalgan, davlat rivojlangan, hudud kengaygan. Ulardan keyin Usmon ibn Affon davrlarida nima bo'lgan deyilsa, ularning davrlarida Qur'on nusxalangan. Ya'ni bitta Qur'on bo'lgan. Ularning davrlaridan keyin Qur'onni ko'paytirilgan, nusxalashga ruxsat berilgan va boshqa yana rahbarlar tayinlangan. Har bir rahbarni o'zida rivojlanishlar bo'lgan. Mana bu masjidni hozirgi ko'rinishini kimlar qilgan desa, kimlarning hissasi bor desa, albatta turklarning hissasi bor deymiz. O'sha paytda Usmonli imperiyasi davrida masjidga, umuman Madina shahriga yangicha ko'rinishlar berilgan. Hop, endi mana bu joyni ko'rib turibsizlar. Bu o'sha paytdagi, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrlaridagi asl masjid hududi. Aynan mana shu videoda ko'rsatayotgan joyim. Aslida bu keng. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrlarida shu holatda bo'lgan. Birinchi suratda ko'rsatgan yashil gumbazim aynan shu bo'ladi, ko'rdinglar. Yashil gumbazning ostida ko'rganinglarda Hujra-i Saodat, Oysha onamiz bilan yashalgan joy ko'rsatilgan. Bu joyda 3 kishi yotib ko'ryapsizlarmi? 3 kishi, birinchisi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, ulardan keyin Abu Bakr Siddiq o'rtadagi, ulardan keyin Umar roziyallohu anhu. Aynan ana shu joyda yotishgan. Endi Umar roziyallohu anhu, ya'ni Umar ibn Hattobning joylari aslida Oysha onamizga tegishli bo'ladi. Umar ibn Hattobning o'limlari yaqinlashib qolgani hisobiga u joyni Oysha onamizdan so'rab olingan va Oysha onamiz Baqiy qabristoniga dafn etilganlar va hozir Baqiyda yotibdilar. Ravzaning hududi qayer desa, Ravzaning hududi aynan shu joy bo'ladi. Ko'rdinglar? 141 dan 109 gacha bo'lgan joy. Ya'ni ustun raqamlar ko'rsatilyapti bu joyda. Mana dumaloq bu ustunlar. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi. Aynan shu joy mana ko'rinib turibdi. Ravza sharifning hududi hisoblanadi. Shu kitobni yurtimizdagi ustoz va olimlarimiz bo'lsa, tarjima qilib xalqimizga tatbiq etsa, juda ham yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Sababi umra ziyoratiga keladiganlar bor. Bundan juda katta ma'lumot olishadi. Umra kelishdan oldin tarjimasini o'qib kelishgan taqdirda ham tasavvur qilishadiki, Madina shahrida yurishni. Ya'ni aynan mana shu kitobni o'qigach, Madina shahrida o'zingizlarni jonlantirasizlar. Albatta ustozlarimiz tavsiya qilardim. Ustozlarimiz bor, Anvar Ahmad va tarjimon ustozlarimiz bor. Tarjima qilib yurtimizdagi o'quvchilarga tatbiq etasizlar degan umiddaman. Alloh taolo barchamizni muvaffaq qilsin va Alloh taolo ajrimizni bersin.